Alaykum dilimdagi izhorlarim jonli qo'ng'iroq loyihasining aziz muxlislari, biz yana sizning xonadoningiz mehmonimiz. Bugun 22-may sanasida siz aziz muxlislarimiz bilan birgalikda yana g'oyibona diydorlashib turibmiz. Endi esa bugungi Shukrona kun sohibasi Erkinoyxon onajonimiz uchun kelin qizlari Qizlarxon opamiz tomonidan bir-biridan go'zal dilnoma-yu tabriklarni yetkazish uchun onajonimiz bilan bog'lanamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Erkinoyxon onajonimiz bilan bog'landimmi? Ha, o'tdi o'zimda. Onajonim sog' salomatmisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Televizor ko'rib o'tirdim. Mashalloh onajonim. Ayni damda biz sizni dilimdagi izhorlarim jonli qo'ng'iroq loyihasidan murojaat qilyapmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajon? Xudoga ming qatla shukr, zo'r kayfiyatlarim bugun. Mashalloh onajonim, sizni bugungi 66 yoshni qarshi olgan Shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizning loyihamizga sizning Shukrona kuningiz munosabati bilan ko'nglingizni ko'tarish maqsadida yaqin insonlaringiz tomonidan Shukrona kun tabriklari kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Bizga murojaat qilgan yaqiningiz kim bo'lishi mumkin? Bilmayman endi, 5 ta bolam bor, 5 ta kelinim, 6 ta kelinim, 6 ta o'g'lim bor. Mashalloh. Qaysi biri ekan endi? Albatta yaqinlaringiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rguvchi va hurmat qilguvchi barcha yaqinlaringiz va nabiralaringiz Samidulloh, Muhammad Amin, Umayr, Sayfulloh, o'g'lingiz Qudratulloh akamiz nomlaridan asosiy tabrik yo'llovchi, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rguvchi va hurmat qilguvchi, o'z onasiday ko'rguvchi kelin qizingiz Qizlarxon opamiz murojaat qilgan. Rahmat, dunyo turguncha tursin. Amin. Aytganingiz kelsin. Onajonim, yana bir bor Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Agar vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, kelin qizingiz tomonidan kelgan dilnomalarni siz uchun o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum onajonim, mehribonim, mehnatkashim, dardkashim, qalbi zamzam suvdek pok bo'lgan uyimizning farishtasi. Sizni bugungi Shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Onajonim, sizga bugun har qachon aytmoqchi bo'lgan, lekin ayta olmagan so'zlarimni bir ozginasini bo'lsa ham aytmoqchiman. Onajonim, shunday o'g'ilni hayotingizni xatarga qo'yib, 9 oy yuragingiz ostida asrab-avaylab dunyoga keltirib, oq yuvib, oq taravoyiga yetkazganingiz uchun va menga o'z qizingizday bergan mehringiz uchun Allohim sizni ikki dunyo saodati-yu baxt rohati bilan siylasin. Ular uchun o'tgan umringizga, vaqtingizga, beorom o'tkazgan tunlaringizga rozi bo'ling. Onajonim, ba'zida bilib bilmaydigan kunlarim bo'lsa, Onajonim sog' bo'lsin, yaxshi kelinlardan nasib qilsin farzandlariga, dunyo turguncha tursin. Meni yo'qlasa ularni Alloh yo'qlasin, topganlarni barakasini bersin. Amin. Aytganingiz kelsin. Onajonim, ba'zida bilib bilmaydiringizni og'ritib qo'ygan kunlarim bo'lsa, meni kechiring. Hamisha biz farzandlaringizni rohatini ko'rib, nabiralaringizni to'ylarda, uylarimizning to'rida savlat to'kib o'tirishingizni Allohimdan so'rab qolaman. Sizday onaning kelini ekanimga Allohimga ming shukrlar aytaman. Inshaalloh Allohim nasib qilib hamma yaqinlarimiz bilan birgalikda haj va umra safarlariga qayta borishlik va o'z qo'llarim bilan sizga obu zamzam suvini ichirishlik men qizingizga ham nasib qilsin. Mehribonim onajonim, hamisha sog' salomat bo'lib yonimizda turing. Sizni dunyolarcha yaxshi ko'ramiz. Yana bir bor Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin, sizni ham yetkazganingiz uchun. Farzandlarimga ham rahmat. Meni hurmat qilsa Alloh ularni hurmat qilsin, topganlarni barakasini bersin. Yaxshi kelinlardan nasib qilib, qo'llarida choylar ichsin. Rahmat.
Amin. Aytganingiz kelsin. Onajonim, farzandlaringiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rar ekanlar. Kelin qizingiz tomonidan bir ozgina she'rlar ham bor ekan. Marhamat desam kamlik qilar sizni qaynonam. Siz axir dunyoda eng yaxshi ayol. Yonimizda turing dunyo turguncha. Alloh menga bergan ikkinchi onam. Onajonim, mana shunday go'zal dilnoma-yu tabriklarni barcha farzandlaringiz va kelin qizingiz Qizlarxon opamiz nomlaridan qabul qilgaysiz. Biz ham sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Oila a'zolaringizni, yaqinlaringiz va farzandlaringizni baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Go'zal oilangizga ko'z tegmasin ilohim. Rahmat, Anjon sog' bo'lsin sizniki ham. Amin. Aytganingiz kelsin. Onajonim, chiroyli tilaklar uchun kattakon rahmat. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizlarga ham tanjonlar sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Rahmat. Farzandlarimga ham rahmat deb qo'ying. Rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin. Tinch o'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Rahmat onajonim, sog' bo'ling. Bo'pti, rahmat. Xo'p. Onajonim, endi esa kelin qizingizning iltimoslariga binoan mana bu go'zal taronamiz siz uchun yangrab o'tadi. Marhamat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi. Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi. Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha.